Siz yaxshi haydovchimisiz? Shuncha odam oilasini sizlarga topshirdimi? Siz uni xuddi ko'zida qarachiqdek asrashingiz kerak. Bu masalan onam yoki meni singlim yoki meni qizim yoki farzandim deb ana shu narsani qilinglar bo'ldi. Yutuq sizlarniki, shunda baraka bo'ladi. Jamoat transportida xizmat sifatini oshirish, yo'lovchi va haydovchi o'rtasida samimiy munosabatni shakllantirish, e'tirozlarga sabab bo'layotgan har qanday holatlarga chek qo'yish maqsadida viloyat transport boshqarmasi hamda transport nazorati inspeksiyasi viloyat bo'limi xodimlari tomonidan yo'lovchi tashish korxonalarida targ'ibot ishlari olib borilayotganligi haqida xabar berib kelmoqdamiz. Navbatdagi targ'ibot ishlari Maroqand Transit 177 mas'uliyati cheklangan jamiyatida o'tkazildi. Unda viloyat transport boshqarmasi sho'ba boshlig'i Bunyod Qushakov hamda Transport nazorati inspeksiyasi bosh inspektori Murod Ulashev ishtirok etib, yo'l qo'yilayotgan kamchiliklarga barham berish yuzasidan tegishli ko'rsatma va tavsiyalar berdi. Mana bu boshlangan ishlarni ko'chada chiqib ko'rsatish, mana Farhod aka o'zi aytib o'tgandek, imenda mana sizlarga bag'ishlanadi. Agar sizlar mana shuncha qilinayotgan sa'y-harakatlarni, xatti-harakatlarni buni ustida tagida qancha katta mehnat yotibdi, boshqa yotibdi. O'sha masalada bir ko'chaga chiqqanda o'zingizni mas'uliyatli xodim, shunchaki avtobus haydab chiqib ketayotgan haydovchi emas, mas'uliyatli xodim sifatida o'zingiz mas'uliyatida nimalar borligini bilib chiqib ketsangiz, o'shanda ishimizda tartib bo'ladi. Tartib bor joyda sifat bo'ladi-da. Jamoat transportini raqamlashtirishga qaratilgan, umuman elektron to'lov tizimlarini raqamlashtirishga qaratilgan ishlar ama izchil olib borilyapti. Buni talabi ham yuqori. Bu endi davlat standartlari, bu umuman jahon standartlari talablariga javob berish darajasiga chiqish maqsadimiz bor. Bunda nima bo'lyapti? Hurmatli haydovchilar, to'g'ri baholashlaringizni xohlagan bo'lardim. Elektron to'lov deganda mana mashinalaringizga o'rnatilgan validatorlar bor. Validatorlardan foydalanayotganda, ya'ni yo'lovchilar yo'l kira haqqini validator orqali to'layotganda o'zining shaxsiy plastik kartasi, deylik pensionni yoki ish haqi plastik kartalaridan to'layapti. Deylik o'sha yo'lovchi bolasi, farzandi bilan yoki umuman qarindoshlari bilan kelayotgan bo'lsa, o'sha plastik orqali bir vaqtning o'zida 2 ta yoki 3 ta yoki 4 ta yo'lovchilarga yo'l kira haqqini to'lash imkoniyati bu qonundan belgilab qo'yilgan. Bunga sizni qarshilik ko'rsatishga yoki qanaqadir e'tiroz bildirishga qonundan hech qanaqangi haqqingiz yo'q. Shuningdek, bekatlarda ortiqcha to'xtalishlarga chek qo'yish, elektron to'lov uchun mo'ljallangan validatorlarning muntazam ishlashini ta'minlash yuzasidan fikr bildirildi. Reyd davomida ko'p kuzatamiz. Yo'lovchi tashish davomida yo'l harakati qoidalariga ko'pchilik haydovchilar amal qilmaydi. Mana bu peshoboddan chiqishda peshobodlarga e'tiborli bo'lingizlar. Yo'lovchiga xizmat ko'rsatayotgan tashkilotimiz, yo'nalishimiz shu. Birinchi o'rinda yo'lovchilarni xavfsiz, qulay, xushmuomalalikda yetkazishimiz kerak. O'z manzilida. Yig'ilish davomida haydovchilar tomonidan bildirilgan takliflarni amalga oshirish va muammolarni bartaraf etish bo'yicha chora-tadbirlar belgilab olindi.